Okeylar, kelesda kiribda 1.8 sotixli uyimizga, high-tech uyimizni sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. 2 etajga 100% to'pli pol qilingan, gaz, suv, svet, Wi-Fi desam, umuman muammosiz. Kamera ham bor. 24/7 ishlaydi. Hech qanaqa muammosiz. Mashinaga parkovka desam, hamma qulayliklari bor. Yo'l yuzidan 500 metr bu yoqqa kirganda endi sizlarga birinchi etajni to'liq ko'rsatib o'tamiz. Okeylar, mana zalimizni sizlarga to'liq ko'rsatib o'taman. 12 kishi bemalol sig'adi, hamma qulayliklari bor. Birinchi etajdagi zalimizni sizlarga mamnun keldi degan umiddaman. Ota-onangiz bilan yashasangiz, mana bu yoqda siz uchun отдельно spalni qilib qo'yilgan, ota-onangizga hamma qulayliklari bor. Remontga bitta baho bermasangiz bo'lmaydi jigar. Ayol qizlarimizni bu video sizlar uchun. Nimaga biz uchun desanglar, oshxona 80% ayollarimiz oshxonada vaqtini o'tkazadi. Bu oshxonamizni dizayniga bitta baho bering. 1 dan 10 gacha baho bersanglar bo'ldi. Yoqsa like bosing, yoqmasa sekin o'tkazib yuboring. Okeylar, bu yoqda sanuzel bor. Bu yoqqa kichkina qilib zeleniy zona qilib qo'yganmiz. Sizlar uchun отдельно Hatto letniy oshxona uchun joy qoldirib ketganmiz. Xohlasanglar o'zinglar sekin letniy oshxona qilib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajni sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib детский spalnisi bilan bo'lgan joyxonadan boshlaymiz. Qani ketdi. Eng zo'r variant aytaymi? Spalni детский bilan. Bu spalnimiz. Bu yoqda уборный bor. Endi bu yog'ini ko'rib o'tamiz. Bu yoq детскийsi bilan okalar, qaranglar. Yevro remont qilingan. Cho'tkiligini qaranglar, okalar, bosormasanglar bo'lmaydi. Okey, 4 ta 5 ta mehmon keldi. Qat'iy sig'dirishni bilmaysiz. Keling, men sizga mana shu zalimizni ko'rsatib o'tay. Ko'ring, yoqsa like bosing. Sal kattaroq zalimizni sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. 10-15 kishi bemalol sig'adi. 100% to'pli poldan qilingan. Xohlasanglar, okalar, sovuqchilar odamlar uchun mana bu radiator tashab ketilgan. Отдельно radiator uchun joy. Bemalol qilsanglar bo'ladi. Devor отдельно tema, pol отдельно tema, patolog отдельно tema. Okey, bu uyga o'zi ham отдельно tema. Yevro remont holatida. Narxini necha pul deb o'ylaysiz? Men sizlarga okey, 129.900 deyman. Ozgina o'tib beradi okeyga, o'zingizlar telefon qilsanglar, pastda nomer qoldiraman.